Senga sovg'a olib keldim. Voy, mengami? Hormanglar. Assalomu alaykum. Sizga sovg'a olib keldim, ona. Xotinga olib kelding-ku. U xotinga, lekin dadamning xotiniga, dadamning xotini siz-ku. Rahmat, kutmagandim. Betfemi, Erdemi, Parfum. Xotin. Voy, qimmatidan-ku. Qanish. Onagina senday yaqin do'st yo'q ekan. Sovg'ani ber, sovg'ani. Bu sovg'a sizga? Bu sizga? Ha, shu menga ber deyapman-da. Jog'idami, bog'idami. Davom etinglar. Senga shokolad olib keldim. Voy, rahmat. O'zingga o'xshagan shirin. Nimadir qilyaptimi? Bahonchimi? Oling, opa, sizga, shu sizga. Zakatida Mavstigadan arz qilaman. O'zgalar mulkini talon-taroj qilyapsizlar. 164-modda bosqinchilik, 165-modda tovlamachilik, 166-modda talonchilik. Sanayman desam ular juda ham ko'p. Shu kungacha o'zi indamay kelyapman. Jinnimi bu kelin? Ay, beramiz qaytar. Olaman deb chiqib Astramida, bahonchi shokoladmi? Ha, Qaytarib beramiz. Ochun choy qo'ydiring, choy ichasizmi? Ha, yo'q, kelin. Choyingizni ichib qaytib so'rasangiz, keyin yana to'lay olmay qamalib yurmaylik.